Havo rosa isib ketdi. Oynani ochib qo'ying. Chiqindi tashuvchilar yana kelishibdi. Yaxshi ham shular bor. Issiqni issiq demasdan, sovuqni sovuq demasdan har doim ishlashadi. Yana chiqindilarni vaqtida olib ketishadi. Ha, to'g'ri aytasan, baraka topsin. Shularni topgani halol, mehnati og'ir. Yaxshi ham shular bor. Nimasini aytasiz? Mabodo 2 kun kechiksa bormi? Hamma joyni chiqindi bosib ketadi. Ha, aytgancha, ko'chib kelganimizga ham 2 oydan oshdi. Lekin chiqindiga hali ham to'lov qilganim yo'q. Balkim qo'shnilardan chiqib so'rab kelasan. Voy, hozir borsam 2 oydan buyon hali ham to'lamaganmisizlar chiqindiga desa, uyalaman adasi. Obbo, qayerga qaysi hisob raqamga to'lashni bilmayapmiz deysan, shu ham muammomi? Xo'p, unda men surishtirib kela qoling. Voy qo'shni, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sizni ko'rganim juda ham yaxshi bo'ldi. Bizni ko'chib kelganimizga hali ko'p bo'lgani yo'q. Hali yangimiz. Chiqindiga qanaqa pul to'lash kerak, shuni so'ramoqchi edim. Yangi ekansizda, shunga xabaringiz yo'q. Men ham boshda rosa sarson bo'lganman. U yoqqa borganman, bu yoqqa borganman, ishim hal bo'lmagan. Mana hozir tizimlar rivojlanib ketdi. Uni telefoningizga toza makon ilovasini yuklab olsangiz, bo'ldi, ishingiz bitdi. Yo'q, shunchalik osonmi? Ha, juda osonlashib ketgan. Telefoningizga ilovani yuklab olganingizdan so'ng pasport ma'lumotlaringizni kiritasiz. Keyin uyingiz hisob raqami, hisobingizda qolgan mablag' va shu vaqtgacha qilgan to'lovlaringiz bo'yicha ma'lumotlarni ko'rish mumkin. Ushbu uychani bossangiz, hududimizga xizmat ko'rsatuvchi tashkilot ma'lumotlari, telefon raqami mavjud. Hattoki qo'ng'iroq qilib murojaat qoldirsangiz ham bo'ladi. Undan tashqari uyingizda yashovchilar ro'yxati, kadastr raqami, oylik to'lovlari bo'yicha barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Juda qulay qo'shni. Voy, qanday yaxshi bo'ldi sizni ko'rganim. Qanchalik og'irim yengil qilganingizni bilmaysiz. Hali navbatda turaman, kutib o'tiraman, qanchalik deb o'ylagandim. Rahmat sizga. Keling yana uyga mehmonga. Xo'p. Onasi xormi? Ha, adasi yaxshi keldingizmi? Ha, rahmat. Nima bo'ldi? So'rab surishtirdingmi? Ha, so'radim. Nima ekan? Chiqqanimda boya qo'shnini ko'rib qoldim. Yaxshi bo'ldi ko'rganim. Toza makondan keyin ilova bor ekan. Agarda uni yuklab olsak, bemalol to'lovlarni amalga oshirishimiz mumkin ekan. Mana hozir qarang, sizga ko'rsataman. Men yuklab oldim. Hamma ma'lumotlar shu yerda bor. Toza makon. Xo'p, hisob raqamimiz, kadastr nomer. Hammasi shu yerda bor. Juda ham qulay. Na, oldinlari bilsang, to'lov qilardik, lekin ularning kompyuterida to'lovlar ko'rinmas edi. Har doim bizga qarz kelaverardi. Hozir ancha osonlashibdi. Bemalol hammasini shu yerda kuzatib turishimiz mumkin. Ha. Kel hozir o'zida to'lov qilib qo'yamiz. Hop, mana hisob raqamini teramiz, to'lov summasini yozamiz. Mana bo'ldi, to'lov amalga oshirildi. Endi bizni bu oyga qarzdorligimiz yo'q. Yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldi, oson ekan. Ha, endi chiqindi tashlayotganimizda vijdonimiz qiynalmaydi. Axir biz tashlagan chiqindilar ortida qancha insonlar mehnat qilishadi, to'g'rimi? To'g'ri aytasan onasi. Inson birovning mehnatini qanchalik qadrlasa, o'zi ham qadr topadi.